30 kunlik mehnat, 520 kvadrat Tunkafon, 100 metr vodostoki. Assalomu alaykum akalar. Tinchmisizlar, omonmisizlar? O'zi biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi obyektimizni yakunladik. Bir oy davomida mana shu obyektda bolalarimiz xizmat qilishdi. Xudo xolisa ishimiz mana shu bir oyga yarasha bo'ldi. Ish sifati, boshqasi. Uy egalari bizni mana shu YouTube kanalidan kuzatib zakaz qilishgandi. Xudo xolisa mana shu obyektimizni sizlarga qisqacha to'liq obzorni qilamiz. Ungacha podpisatsiya bosmagan bo'lsangiz, bitta podpisatsiya bo'lsa, like bosib qo'ysangiz, xudo xolisa to'liq obzorni qilib beraman. Okalar, endi usturmadan boshlaydigan bo'lsak, usturma ko'rib turibsizlar, diplomat figurada qilganmiz. Usturmamiz ozgina kichkina. O'shanga yarasha bo'lgan. E'tibor berasizlar, izbushkaga, mana A deydi ko'p joyda. Izbushkaga addin yondashilgan. Bunga vaqt talab qiladi, ko'rib turibsizlar. Choklarga e'tibor berasizlar, ustini mahorati mana shu chokidan ma'lum bo'ladi. Xudo xolasa ishimiz ideal bo'lgan. Koridor ko'rib turibsizlar, balkonni. Shu koridordan, balkondan kelib chiqib figura tanlangan, mana sizlarga yaqinlashtirib ko'rsataman. O'ta neobishniy bo'lgan. Uy egalari o'ta ham ko'ngillardagi narsa bo'ldi okalar. Bu obyektimizga mana qangi vodostoka xizmatlarimizni ham qilib berganmiz. Tunkafondan tashqari 100 metr vodostoka ketgan, mana shunaqangi 16 ta tochka bo'lgan. Buni ham aytib o'tib ketishim kerak. Xudo xolasa sizlarni uyga, aylan atrofini ko'rsatib, obzor qilaman. Stolga joyini yaxshilab egallab olsani, xudo xolasa necha pulga bitgangacha aytib o'tib ketamiz. Mana. E'tibor berasizlar, pastga addenniy sukil chig'anoqlardan qilganmiz. Nimagaki bu obyektimizga tosh tegdirishar ekan. O'shani hisobiga devordan 10 sent, 12 sent qochirib joy tashab ketganmiz. Bizda keyin toshchilar qiynalmasligi uchun. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, bu yoq tomonda ham usturmalarimiz bor, ham vodostoka xizmatlarimiz bor. Общий 16 ta tochka vodostoka o'rnagan okalar. Kattaqo'rg'onlik, Samarqandlik okalar bo'lsa, mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshilab e'tibor bersangiz, xudo xolasa mana shu obyektimizga kelib ko'rib ketsani ham bo'ladi. Ustini tushirishdan oldin erinmasdan birinchi o'rinda ishini ko'rish kerak. Mana qangi telefonda, montajda o'shqatib hamma ham o'zi usta bo'lib ketgan endi montajga. Ketilaveradi, lekin ko'zingiz bilan ko'rganingizga yetmaydi okalar. Mana endi darvozaxonamiz. Darvozaxonamiz 5 metrga 27.40 uzunligi ko'rib turibsizlar. Mana shu figurani uy egalari Rossiyadan turib yoqtirgandilar. Bizga yanvar oyida zakaz qilgandilar. Mana 3 oydan keyin olgandik. Mana o'zi ochurtlari kelib bitkazib berdi. E'tibor berasizlar, bu o'rtasi rombiylik bo'lgan. Chekkalarga nerjevekadan qilganmiz. Bu tunka emas, nerjeveka. Oyna deydi. O'rtasi lekin haqiqatda oyna. Chekkalarni chaqlab turib, rahni o'ldirilgan. Mana chekkasiga mana shunaqangi figuramiz ham bor, ko'p joyda pianino deydi. Bundan boshqa roverli qilsa ham bo'ladi, tix qilsa ham bo'ladi. Endi hammani dididan kelib chiqib, holatidan kelib chiqib, kimgadir qanaqandir narsa yo'qsa, o'shani qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, naves o'ta ideal chiqqan okalar, xudo xolasa. Mana shunaqangi navesi bor yoki sizni o'rtog'ingiz qurilish qilayotgan bo'lsa, mana shu videoni tashab qo'ysangiz, manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa ko'cha tomonimizda yana bitta izbushka bor. O'sha izbushkani ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ko'cha qismimiz okalar. Bu obyektimiz nimaga bir oy cho'zilib ketgan desani, bir emas, ikkita mana qangi izbushka bo'lgan. Bu bilsani vaqt ko'p oladi. Nimaki chokni ko'rib turibsizlar. Nechta chok borligini o'zi bilib turibsizlar okalar. Endi o'zi quyoshda ko'ryaptimi? Bu o'ta vaqt ko'p oladigan joyi. O'shani hisobiga mana shu kerak bo'lsa, mana shu o'ziga 3 kun 4 kunlab vaqt ketgan bolalarning 3 kishini vaqti ketgan. O'shani hisobiga o'zigina cho'zilib ketgan. Mana yon tomonlarni ham ko'rsatamiz uyi. Kattaqo'rg'on suv omborini oldida okalar. Xolos Kattaqo'rg'onlik okalar poddeshka qilib, kimga mana shunaqangi tunkafon qilish kerak bo'lsa, mana shu yerga kelsani, xudo xolasa lokatsiyasini tashab beramiz. Kuzina bilan ko'rib usta solsani, mana sarflayotgan pulingizga achinmaysizlar. Nimaki oldindan qanaqa bo'lishini aniq bilib olib, inaki usta solasizlar.
kimga mana shunaqangi xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, usta Abdulatif jamoasiga aloqaga chiqaverasizlar, okalar. Ish ko'rib turibsizlar, ish ideal holatda. Mana shunaqangi uyi niyat qilganlar bo'lsa, usta Abdulatif jamoasiga Traventin, Tunkafon, Tosh, hammasi Alkafon, gipsokarton, hamma xizmatlarimiz bor. Hattoki tomni ham kerak bo'lsa o'zimiz ochib, yopib boshidan qilib beramiz. Sizlardan qilinadigan narsa mana shu bolalarimizni 30 kunlik mehnatiga bitta like, bitta komment yozib qo'ysanglar, xudo xolasa sizlardan minnatdor bo'lishadi. Kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa yangi videolarni joylab boramiz. Sog' bo'ling okalar.